50 bitta. Tovar bo'ladi. 14-may holati. Qurigan g'ishtlarimiz bor. Qurigan tayyor. Zakazga 16 ming g'isht chiqyapti. Mana oxirgi qolipdan chiqqan, olib kelgan. 16 minglik ishlarimiz. Qolipni o'zidan chiqqan holati juda mustahkam. Qurigandan keyin bemalol mixda ushlaydi. Ko'p kishi mix qoqsa ushlamaydi-ki, u deyishadi. 20 minggacha g'isht chiqarsa bo'ladi. Даже pishig'ishdi sifati bilan bir xil bo'lib, pishig'ish bilan raqobat qiladigan g'isht chiqarsa bo'ladi. Narxi baland bo'ladi. Shu g'ishtlarimiz ham 16 mingdan chiqyapti. Tomonga mana 12 minglik g'ishtlarimiz bor. Tayyor qurgani. Kalonna latoy hammasidan bor. Pergarodga. Zakazga qarab arzon, qimmat g'isht chiqaveradi. Pastga nomerlarni qoldiramiz. Shu daraja mustahkam.